Hammaga salom do'stlar. Bu ko'rib turganlaring Advanced server va bu 9-oktyabr kuni ochilibdi. Demak, bu nima? Bu Free Fire beta hisoblanadi. Shu yerga bossak bizga u har kuni olmozlar beriladi tekinga. 1000 olmoz oldik. Yana bu yerga o'taman. Bu yerda ham missiyalar bajarib olmos olamiz. Mana yaqinlashtirib ko'rsataman. Xo'p, bu yer. Buni ham olaman. Videoni maksimal tarqatamiz chunki bu 20-oktyabr kuni yopilib qoladi. Xo'p, menimizda 1300 ta olmos. Hozir ochdim bu akkauntni. Endi magazinga kiramiz va bu yerda mana shu emotsiyani olib ko'rsataman. Va bu olindi. Qo'yaman va biz xohlagan narsamizni arzonga olishimiz mumkin. Bunaqa narsalarni ham olishimiz mumkin. 99 ta. Hamma barcha narsa narxi mana 1 olmos deyarli. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yamiz menga. Men hozir buni o'rnatishni ko'rsatib beraman. Xo'p. Yana nimalar bor ekan? Mana shunaqa narsalarni ko'rsataman. Bo'ldi. Endi buni qanday o'rnatamiz? Xo'p, moddercha guruhini izlab topamiz. Bu guruhda Fest Pro vs Keng Pub Extremerni birli guruh. Xo'p, bu yerda kirish jadvali va yopilish, bu yerda tasdiqlash kodi olish haqida qisqacha video qilib qo'yganman. Apk ichida ham bor. Mana shu fayl kerak bizlarga, buni o'rnatamiz. Men buni o'rnatib qo'yganman. Mana shu bizlarga o'rnatib o'rnatishga tayyormiz deyapti. Hani bosamiz va o'rnatishni bosamiz, hammasi tayyor. Videoga like bosib, menga obuna bo'lib ketamiz.